Ho'p, bismillah, darsimizni boshlaymiz. Bu yangi loyiha, ya'ni so'rovnomalar yaratish uchun mm, loyiha qilamiz sizlar bilan. Pull App loyihasi. Mm, Loyihamiz taxminan 4-5 ta darsda, 4-5 ta dars davom etadi. Bunda biz so'rovnomalar, turli xil so'rovnomalar yaratamiz. Yaratgan so'rovnomalarimiz bo'yicha yuzerlarga link jo'natamiz. Linkni ochib, o'sha yuzerlar o'sha so'rovnomalarga javob berishi mumkin bo'ladi. So'rovnoma natijalari am, ochiq yoki yopiq bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan tizimlarni yaratamiz. Shartlarni qo'yamiz. Ha, va ularning natijalari shularni loyihalarni yaratamiz. Bunda biz tizimga kirish, login, autentifikatsiya tizimlarini yaratamiz. Mana description ko'radigan bo'lsak, bunda biz foydalangan texnologiyalarimiz React yordamida, React.js yordamida, React plus White yordamida foydalanamiz. Node.jsdan foydalanamiz, Express'dan foydalanamiz, REST API'lardan foydalanamiz ma'lumotlarni API'dan uzatish uchun. Ma'lumotlar bazasi uchun MySQLdan foydalanamiz. Xavfsizlik ma'lumotlari uchun GBT cookie'lar orqali foydalanamiz, refresh access token orqali. Private yoki public savollar bo'lishi bu yerda. Foydalanuvchilarga faqatgina bir marta ovoz berish imkonini yaratish, shunga o'xshagan shartlarni qo'yamiz. Ya'ni bu bizda full stack loyiha bo'ladi. Ham front end, ham back end dasturlardan foydalanamiz. Qismlardan foydalanamiz. Xo'p. MySQLni biz MySQL 2 paketidan foydalanamiz, MySQL 2 dan foydalanamiz. Bu juda ham foydalanish uchun qulay. API'larimizni test qilishimiz uchun Postmandan, dastur yozishimiz uchun VS Code'dan foydalanamiz va ma'lumotlarimizni deploy qilish uchun, saqlab kodlarimizni, source kodlarni saqlab turish uchun GitHubdan foydalanamiz. Veb-saytimiz saytni public qismini, ya'ni UI qismini versiyaga joylashtiramiz. Hali deploy qilmaganligim uchun bu yerga qo'ymadim. Tak, yo'q, buni o'zgartiramiz keyinchalik versiyaga. Tak, shunga o'xshagan loyihalarni shu texnologiya asosida biz so'rovnoma loyihasini yaratamiz. Tushunarlimi hammaga? Bu texnologiyamiz React.js. Bu hamma texnologiyani sizlar deyarli bilasizlar. Reactdan xabarlaring bor. Reactdan foydalangansizlar. Bu yerda Mirzoq, sen unchalik bilmasang kerak Reactni. Lekin Madina bilasiz-a siz? Yo'q, o'tmaganmiz. React o'tmaganmisizlar? React oddiy narsa, unaqa qiyin narsa emas. O'sha HTML, CSS bilan bir xil bo'ladi. Buning ichida qanaqadir sложный joylar yo'q, sложный logikalar qilmaymiz. Qilgan, ya'ni logikaga shunga o'xshagan joylar bo'ladigan bo'lsa ham, ularni man sizlarga tushuntirib, nimaga bunday ketyapti, bular haqida to'liq ma'lumotlarni berib ketaman. Node.jsni bilasizlar, MySQLni bilasizlar, GVT'larni bilasizlar. Qolganlari o'zi biz o'rgangan loyihalar. Bizga bu yerda yangilik bo'lishi mumkin. React bu faqatgina UI qurish, user interface qurish uchun foydalaniladigan texnologiya. Asosi JavaScript, HTML, CSS da ishlaydi. Faqatgina bu ulardan ham ko'ra qulayroq bo'lgan, bizga turli xil tayyor komponentlarda yoki bo'lmasam logikasi qulayroq bo'lgan, logikasi juda ham oson bo'lgan interfeyslarni, dasturlarni, funksiyalarni beradi bizga. Tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p. Birinchi darsimizda ko'rishimiz kerak bo'lgan loyiha, ya'ni loyihaning umuman tushunchasi Telegram bot orqali. Loyihamizga biz kirishimiz uchun Telegram orqali verifikatsiya qilamiz. Nimaga bunday qilyapman? Agar misol uchun aytaylik, ba'zi bir tizimlar bor, faqatgina parol va login orqali kirish mumkin. Bunda bizni parolimizni kimdir biladigan bo'lsa, parol va loginimizni kimdir biladigan bo'lsa, u xohlagan vaqtida, xohlagan yerdan bizni profilimizga kirishi mumkin bo'ladi. Bunda tizimlar juda ham oldingi eski tizimlar hisoblanadi. Xavfsizlik jihatdan juda ham past xavfsizlikka ega bo'ladi. Chunki sizni parol loginingizni bilgan odam yoki sizni parol loginingizni kimdir generatsiya qiladigan bo'lsa ham, bu tizimga kirib olish mumkin bo'ladi. Shuning uchun u tizimlar o'zi sekin-sekin chiqib ketadi. O'rniga ikki bosqichli himoyalar, shunga o'xshagan tizimlar yoki bo'lmasam telefon raqami orqali, email orqali, shunga o'xshagan mana bu Telegram orqali, WhatsApp orqali
verifikatsiya kodlarini olib, kirish qismlarini bajaradigan dasturlar hozirgi paytlarda ommalashgan. Bu dasturlar juda ham nimasi xavfsizlik jihatdan yaxshi bo'ladi. Chunki login qilinayotgan vaqtida albatta nima bo'ladi? Bizni o'sha profilimizga tasdiqlash kodi keladi. O'sha tasdiqlash kodini kiritilgandan keyin umumiy profilga nima bo'ladi? Kirish amalga oshiriladi. Ungacha bizni kelgan, ya'ni bizni kimdir parol loginimiz, agar loginimizni bilgan odam ham kirishni amalga oshirganda bizni profilimizga, bizni Telegram akkauntimizga botga nima keladi? Tasdiqlash kodi keladi. O'sha kodni aytmagunimizgacha u kira olmaydi. Yoki bo'lmasam SMS orqali bo'ladigan bo'lsa, o'sha SMSda kelgan tasdiqlash kodini aytmaydigan bo'lsak, o'sha kirmoqchi bo'lgan odam tizimga kira olmaydi. Bunday tizimlar xavfsiz tizimlar hisoblanadi. Tushunarliki? Biz shuning uchun xavfsizligi uchun Telegram botdan kirishni amalga oshiradigan qilganmiz. Xo'p, bunda Telegram botda biz kontaktni yuboriladi. User kontaktini, Telegram kontaktini, telefon raqamini yuboradi botga. O'sha bot userni aniqlaydi keyin nima qiladi? Ro'yxatdan o'tkazib beradi. Keyingi mana bu verifikatsiya qismida tasdiqlash kodi kiritiladigan bo'lsa, o'sha tasdiqlash kodlari ishlaydi va undan keyin GVT ko'kila orqali kodlar amalga oshiriladi. React White orqali dasturimizni ishga tushiramiz. Telegram bot fazar orqali bot yaratish, verification kod jadvalini kod qo'shish va tekshirish. Xo'p, bunda bizda mana bu jadval bor. Bu jadvalda biz mana bu yerda verification code degan nima ochganman, tablitsa jadval ochganman. Bunda verifikatsiya uchun ba'zi bir ma'lumotlar bor. Bu yerda action, ya'ni harakat turi bor. Login qilyaptimi, registratsiya qilyaptimi? REST password, bizda REST password yo'q. Buni olib tashlaymiz. Profilni update qilyaptimi yoki update poll qilyaptimi? Ya'ni savolni yangilayaptimi? Shunga o'xshagan nima qilamiz? Qismlarga ham tasdiqlash kodlari bilan birga ishlaydigan qilamiz. Xo'p, bu yerda ID bu ko'rayotgan bo'lsang, ya'ni create table is not exist deyapti verification code. Agar baza danida bizni bazamiz mana bu pool app nomli DB ochilgan Express user ichida. Bu yerda shunday baza bo'ladigan bo'lsa, shu bazani ichida bu yerda aytayaptiki, shartida create table deyapti, table ni yaratgin. If not exist deyapti. Agar u mavjud bo'lmasa, verification code degan table mavjud bo'lmasa deyapti. ID'si deyapti char 36 bo'lsin. Ya'ni char 36 mana bu SQL da ko'radigan bo'lsak, char 36 bu bizda nima degani? 36 talik belgi qabul qiladi. Lekin 36 tadan kam bo'ladigan bo'lsa ham u uzunlik, ya'ni umumiy miqdorni 36 ta deb hisoblaydi. Ya'ni undan keyin ham 36 talik nima bo'ladi? Bo'sh qator tashlanadi. Nimaga 36 ishlatilgan? Biz ID'da UUID dan foydalanamiz. Unique bo'lishi uchun bu har doim. Shuning uchun u unique ID, UUID har doim Vitor UUID ni Vitor versiyasi har doim 36 talik unique ID nima qiladi? Generate qiladi. Misol uchun mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, UUID ni o'zini saytidan ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana 36 talik mana bunda unique ID yaratildi. Bu unique ID shunaqangi yaratiladiki, hech qachon qaytarilmaydi. Har doim random bo'ladi. Ya'ni bir marta qaytarilgan kod ikkinchi marta umuman qaytarilmaydi. Tushunarlimi? UUID ni ishlatilishi, ya'ni Vitor versiyasi bu. Xo'p. Endi action berilyapti bu yerda. Ya'ni ko'ryapsizlarmi? Action degan jadvalda action bor va nima? Keyword berilyapti. Enom keyword berilyapti. Bu shunday ma'lumot qabul qiladiki, faqatgina mana shu yerda ko'rsatilgan ma'lumotlarni o'ziga qabul qiladi. Bundan ortiq ma'lumot o'ziga qabul qilmaydi. Lekin mana bu yerda charda nima? 36 talik bo'lsin, not null, hech qachon null bo'lib qolmasin. Har doim ma'lumot kiritilishi kerak va 36 talik uzunlikda bo'lsin. Bunda actionda har doim nima berilyapti? Login, register yoki update profile, update pool. Shunga o'xshagan 4 xil ma'lumot qabul qiladi. Bundan ortiq ma'lumot qabul qilmaydi. User tomonidan qandaydir ma'lumot bu yerga insert qilib bo'lmaydi. Tushunarlimi? User ID'si ham char bo'ladi har doim va default null bo'lishi mumkin. Chunki birinchi marta login qilayotgan odamda user ID'si bo'lmaydi. Shuning uchun nima qilingan? Bu yerga null qo'yib, ba'zan null bo'lishi ham mumkin degan qo'yilgan.
data, ya'ni datada nima, misol uchun qanaqadir ma'lumot update qilayotgan bo'lsak, shu ma'lumotni jismoniy holatda mana shu yerga save qilib turamiz. Tasdiqlash kodi kiritilganda mana shu datadagi ma'lumot o'sha mana shu datadagi ma'lumotni qaytarib oladi. Buni ish jarayonida ko'ramiz. Buniki biroz qiyinroq. Is use agar ishlatilgan bo'lsa, bu tasdiqlash kodi ishlatilgan bo'lsa, nima qilib qo'yamiz? Bu qiymat doim boolean qiymat qabul qiladi. Nima? Defaultga 0 qabul qiladi. Default. Tushunarlimi? Agar ishlatilgan bo'lsa, avtomatik holatda 1 bo'lib qoladi, aks holda 0 bo'ladi. Buni ham tasdiqlash kodini tekshirayotgan vaqtida isuse orqali nima qilib ketamiz? Mana shunga tekshirib ketamiz. Kod 10 talik berib qo'ygan, varchar 10 talik berib qo'ygan. Varchar type char typedan farqi, varchar type maksimal 10 ta qabul qiladi berib qo'yganman bu yerga, lekin bittadan 10 tagacha bo'lgan ma'lumot berishim ham mumkin bo'ladi bu yerga. Tushunarlimi? Bu o'zgaruvchi ma'lumot qabul qila oladi. Hop, created at the timestamp not null default current timestamp berilgan. Bunda ya'ni shu verification kodi yaratilishi bilan avtomatik holatda nima bo'lib qoladi? Avtomatik holatda hozirgi vaqt qanday bo'lsa, o'sha vaqtni oladi. Eng yuqoriga e'tibor qiladigan bo'lsalaring, mana bu yerda berib ketilgan time zone, ya'ni +00 berib ketilgan. Bu narsa bizni baza danimiz, ma'lumotlar bazamiz har doim 00 dan boshlab oladi. Ya'ni Greenwich time zonasi bo'yicha nima qilib ketadi? Har doim 00 dan olib boshlaydi. Bizda misol uchun Greenwich time zonasi +5 hisoblanadi. Biz buni lokalda o'zimizning kompyuterimizga olayotgan vaqtimizda nima bo'lib ko'rinadi? O'zimizga o'sha soatimizga moslab olishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz buni o'zimizda +5 ga to'g'rilab qo'yadigan bo'lsak, misol dasturni boshqa davlatlardan foydalanadigan bo'lsa, vaqtlarda xatolik kelib chiqadi. Shunaqangi xatolik bo'lmasligi uchun har doim time zonani 00 ga qo'yiladi dasturlarda. Agar maxsus faqatgina bir joyda, lokal bir joyda ishlatiladigan dasturlar bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha joyni vaqtiga to'g'rilab qo'yish mumkin. Lekin asosan mana bu dasturlar, misol uchun global dasturlarda 00 dan beriladi o'sha time zona bo'yicha ishlash uchun. Tushunarlimi? Xo'p, endi mana bu yerda confirmed at, ya'ni bu yerga ham confirmed at, bu yerda qachon tasdiqlash kodi agar to'g'ri kiritiladigan bo'lsa, misol tasdiqlash kodini biz to'g'ri terganimizdan keyin o'sha vaqtni belgilab qo'yamiz, ya'ni o'sha vaqtda tasdiqlanganligi. Mana bu o'sha vaqtni qaysidir, misol uchun aytaylik, soat 19:00 va aytaylik mana shu 22-aprel 19:00 da yaratilgan bo'lsa, tasdiqlanish vaqti 19:00 22-aprel kuni 19:01 da tasdiqlanishi mumkin. Shu vaqtni yozib qo'yamiz. Bu ba'zi bir statistika shunga o'xshagan ba'zi bir ma'lumotlar uchun kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bu narsani qo'yib ketdik. Ya'ni real loyihalarda bunaqa narsalar foydalaniladi. Ichida qandaydir vaqtlar yangilanadigan bo'lsa, bu yerda aytayapti timestamp not null, ya'ni hech qachon timestamp null bo'lib qolmasin, default deyapti, hozirgi vaqt. Ya'ni current current timestamp. Bunda aytilayotgan on update deyapti, yangi o'sha ya'ni current timestamp qo'yib ketgan nima olib ketyapti? Hozirgi agar qachonki ichidagi ma'lumot nimadir yangilanadigan bo'lsa, o'sha vaqtni urib ketgan, yangi vaqtni joylashtirib ketgan degani bu. Avtomatik holatda updated at har doim o'zi avtomatik yangilanadi agar ichidagi ma'lumot qayergadir tegiladigan bo'lsa. Tushunarlimi? Xo'p. Primary key bor, primary key, unique keylar bor. Bularning ham farqi bor. Bu primary key har doim ma'lumotni unique bo'lishini ta'minlaydi hamda null bo'lmasligini ham ta'minlaydi. Hech qachon null bo'lmaydi hamda har doim primary nima bo'ladi? To'ldirilishligi talab qilinadi. Buni mana bu yerga ham qo'ysak bo'ladi. Primary key not null deb qo'ysak ham bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p. Ba'zan bu unique keylar ham kelinadi. Unique not null berib qo'yilyapti mana. Unique keyning farqi, unique key har doim unique bo'lishligini ta'minlaydi, lekin bu nullni ham olishi mumkin. Bunga misol uchun unique default null berib qo'yish ham mumkin. Yoki default aytaylik mana UID berib default null berib qo'yishimiz ham mumkin. Xo'p, mana bu holatda aytaylik, buni IDsi verification ID ba'zi holatlarda umuman kerak, haligi boshqa joydagi IDlarga bog'liq bo'lmaydigan bo'lsa, misol uchun defaultga MySQL ning o'zini UID nimasi ham bor, funksiyasi ham bor. Shu funksiyadan foydalanish ham mumkin. Avtomatik holatda unique ID ni o'zi generate qilib saqlab ketadi. Biz yaratayotgan, buni create qilayotgan vaqtimizda qanaqadir ID belgilashimiz shart emas buni o'ziga.
verification kodiga. Tushunarlimi? Har doim ma'lumotlarda uniqueligini ta'minlash uchun biz shunaqangi nimalardan foydalanamiz. Primary key esingizdan chiqmasin. Primary key har doim ma'lumotni uniqueligini ta'minlaydi va null bo'lib qolmasligini ta'minlaydi. Unique key har doim uniqueligini ta'minlaydi, lekin ba'zan null bo'lishi ham mumkin, null qiymat ham olishi mumkin. Misol uchun telefon raqamlarini kiritadigan vaqtida buni primary key emas, unique key qo'yiladigan bo'lsa, telefon raqami har doim uniqueligi ta'minlanadi, lekin telefon raqami bo'lmaydigan bo'lsa, null holatda ham ma'lumotni o'ziga saqlab ketishi mumkin. Tushunarligi? Xo'p, endi mana bu yerda index aytilyapti. Index, ya'ni mana shu verification kod yaratilganda bizda asosan mana bu keylar ko'rinadi. Bu esa o'sha dasturning qolgan optional, qolgan funksional qismlari hisoblanadi. Index aytilyapti. Index aytyapti, bu yerda aytyaptiki, index deyapti, code used, ya'ni kod hamda is used har doim nima bo'lib ketyapti, indekslayapti ma'lumotni. Bu nima uchun kerak bo'ladi desa, ma'lumotlarni xuddiki bu SQL ma'lumot saqlayotgan vaqtida mana shu ma'lumot hammasini indekslab ketadi. Indekslangan ma'lumotlarni search qilish, filtr qilish yoki select qilib olish juda ham tez bo'ladi indekslanmagan ma'lumotlarga qaraganda. Lekin buni ham o'zini ba'zi bir kamchiliklari bor. Agar ma'lumot indekslanadigan bo'lsa va ichidagi ma'lumotlar qaysidir joyda update qilinadigan bo'lsa yoki o'chirib yuboriladigan, update qilinsa emas, o'chirib yuboriladigan bo'lsa, qolgan ma'lumotlar qaytadan indekslanadi. Tushunarlimi? Ma'lumot insert qilish vaqtida, ya'ni yangi ma'lumotni create qilish vaqtida nima bo'ladi? Bu ma'lumotlarni qaytadan indekslab chiqadi. Agar oradan ma'lumotlar o'chiriladigan bo'lsa, qolgan ma'lumotlar yana qaytadan indekslanadi. Ma'lumotlarni yana keyingi holatlarda olish uchun, asosan bu mana shu ma'lumotlar olish, filtr qilish, search qilish, shunga o'xshagan qismlarda optimizatsiyalarni yaxshilab beradi. Lekin juda ham zo'r ishlaydi agar indekslangan bo'lsa ma'lumotlar. Tushunarlimi? Tak, bizda key nimaga kelyapti? Tak, user ID. Bizda key nimaga ishlatyapti? Mana shu keyni. Nima edi mana shu narsa? Ko'ramiz. SQL da nima Xo'p, keyni ko'ramiz. Bu ham o'sha indekslash uchun ishlatilar ekan. Indekslash uchun ishlatilmoqda. Bu indeks yaratilganda ustun kolon nomi, qaysi uslub bo'yicha indeks qilinayotganligini bildiradi. Bu ham xuddi shunday ekan, ya'ni indekslash uchun ishlatilar ekan. Xo'p. Qaranglar. Bu yerda foreign key ishlatilgan. Verification foreign key bu shunday narsaki, agar mana bu user bizda user ID oldindan aytaylik, mana bu yerda user bizda mavjud bo'lsa, mana shu userga mana shu nimani verification kodni foreign key orqali nima qilib ketadi? Biriktirib ketadi. Agar user ma'lumoti o'chib ketadigan bo'lsa, userning ma'lumoti o'chadigan bo'lsa, bu ma'lumot ham o'chib ketadi avtomatik holatda. O'chirib olishni ta'minlaydi. Ya'ni ma'lumotlar bir-biriga bog'liq bo'lib qoladi bunda. Aytaylik, mana bu yerda ham xuddi shunday ishlatilgan. Misol uchun bizda user bor va user qandaydir pulslarni nima qilyapti? Create qilyapti. Create qilayotgan vaqtida nima qilib ketilyapti? User ID mana bu yerga belgilanyapti va user ID mana bu yerda foreign key orqali nima qilib ketilyapti? Userga biriktirib qo'yilyapti. Agar user ma'lumot o'chib ketsa, user delete bo'lsa, avtomatik holatda mana bu pul ham o'zidan o'zi o'chib ketadi. Ya'ni userga biriktirilgan bo'ladi bu ma'lumotlar. Tushunarlimi? Bu nima uchun foyda beradi? Ba'zi bir userda agar delete bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir ma'lumotlarni bir-biriga bog'liqligini ta'minlab beradi va bitta ma'lumot o'chganda o'ziga tegishli, o'sha ma'lumotga tegishli bo'lgan qolgan ma'lumotlarni ham o'chib ketishini ta'minlab beradi. Bunda bazada ortiqcha keraksiz bo'lgan ma'lumotlar saqlanib qolishini oldini oladi. Tushunarlimi?
Bunda belgilab ketish mumkin. Misol uchun on delete cascade, on update cascade berib ketilgan. A? Bunda ya'ni o'chib ketgandan keyin u avtomatik holatda nima qilib ketishi mumkin? Avtomatik holatda ma'lumot, yuzerda ma'lumot o'chib ketganda buni avtomatik holatda nullga aylantirib qo'yish ham mumkin. User ID ni nullga tenglashtirib qo'yish ham mumkin. Mana bu yerda lekin shart berib qo'yilgan, not null berib qo'yilgan. Agar null belgilanishga ruxsat berilgan bo'lganda, misol uchun bu ma'lumot o'chib ketgandan keyin mendagi ma'lumot o'chib ketmasligi mumkin edi. Bu misol uchun Telegramda kimdir o'zini profilini delete qilsa, lekin biz bilan yozishgan chatlari qolib ketadi nimada? Tepada user ma'lumotlar hammasi nullga tenglashtirilib qo'yiladi degan nima bo'lib qoladi? Biz bilan yozishgan yozishmalar hammasi tenglashib qoladi, haligi nullga tenglashib qoladi. Bizda data turaveradi, lekin yozishgan ma'lumot turadi, lekin ism, familiya shunga o'xshagan qolgan ma'lumotlari, personal ma'lumotlari o'chib ketadi. Xo'p. Bizning ma'lumotlar bazamiz qisqacha shu edi. Mana bu yerda ya'ni set orqali berib ketilyapti. Foreign keylarni insert qilish vaqtida, mana shu bazani yangitdan insert qilish vaqtida, ya'ni table ga yozish vaqtida foreign keylarni cheklab qo'yadi, nolga tenglashtirib qo'yadi. Chunki bir-biriga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar, misol uchun aytaylik, pul bazasini yaratadigan vaqtida hali user bazasi mavjud bo'lmasa, bu xatolik chiqaradi import qilish vaqtida. Misol uchun aytaylik, mana shu yerga shu bazamizni import qilib ko'raylik. Import qismi bor. Import qismida o'zimizning faylimizni tanlashimiz mumkin. Bizda backendda pool app, buning ichidan db ni import qiladigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar, hamma ma'lumotlar bazasini import qilib berdi bu. Bu yerda userlar ma'lumoti bor. Userning ma'lumotlari mana hammasini to'g'ri import qilyapti. Ko'rishimiz mumkin. Mana shu narsani import qilish vaqtida agar mana bu narsani yoqib qo'ymaydigan bo'lsak, qaysidir ma'lumotlarga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Konflikt kelib chiqadi. Shu konflikt bo'lmasligi uchun foreign keylarni oldin buni nolga tenglashtiriladi degan, ma'lumotlar import qilib bo'lingandan keyin nima qilib qo'yiladi? Foreign keylarni ishlaydigan qilib, ya'ni birga tenglashtirib qo'yiladi. Tushunarlimi? Xo'p. Mana bu yerda ham SQL sozlanadi, ya'ni SQL modda nima berib ketilyapti? Ya'ni har doim nima bo'lsin? Har doim noldan boshlansin deb ketilyapti. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Ba'zi jadvallarda mana bu ID auto increment bo'ladi. Auto increment primary key bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? Default holatda noldan boshlanadigan, keyin yaratilgan ma'lumot avtomatik holatda nima bo'lib ketadi? 1 2 3 4 5 bo'lib ketadi. Har doim, ya'ni ID bo'yicha u oldinga qarab yuradi. Tushunarlimi? Mana shu auto incrementlar bo'ladigan, qaysidir joylarda auto incrementlar bo'ladigan bo'lsa, har doim noldan boshlansin deb ketilyapti bu yerda. Bu yerda vaqt zonalarini kiritib ketilyapti. Xo'p. Qolgan bu user ma'lumotlarini biz first name, last name, email, Telegram, telefon, qachon qo'shilganligi, qachon yangilanganligi va ma'lumotlarni indekslab qo'yyapmiz. Bu yerda pul holatlari, pullarimiz qanday bo'lishi, savollar qanday bo'lishi va uni optionlari qanday bo'lishi, misol uchun bitta savolda 4 ta variant bo'lishi mumkin. 4 ta variant mana shu yerga biriktirib qo'yiladi. Bu yerda misol uchun qaysi user qaysi savolga qanaqa javob berganligi haqidagi ma'lumotlarimiz, bu yerda esa verification kodlar, ya'ni asosiy ishlatiladigan narsa bu yerda 3 ta mana bu. Birinchisi pools, undan keyin optionlari, savollari va javoblari. Bu javoblar userlar uchun ma'lumot hisoblanadi bular. Va mana bu user ma'lumotlari. Xo'p, mana shu dasturni bazasi hisoblanadi bizda. Xo'p, bugungi darsimizda undan keyin verification jadvallari, ya'ni autentifikatsiya endpointlari, ya'ni login emas, buni verify bo'ladi. Mana shunda tursin. Tak. Telegram orqali userni aniqlash, random kod generatsiya qilish, kodlarni Telegram botga yuborish, frontend va telefon raqamlarini kirish formulasi. Ya'ni shunaqa ekan. Bu yerda esa tasklar belgilab qo'yilgan userlar sizlar uchun. Xo'p, birinchi loyihamizni loyiha haqida umumiy tushuncha, undan keyin biz Telegram bot orqali kirishni amalga oshiramiz. Shuning uchun biz Telegram bot bitta yaratib olishimiz kerak. Loyihamizning nomi pool appmidi? Tak. Pool app bo'lsa, qaranglar, bitta Telegram bot yaratib olamiz. Bu bizga keyinchalik loyihalarimizda kerak bo'ladi. Misol uchun,
new boot buyrug'ini bosganimizda new boot pull app yozamiz. Bu botning nomi. Undan keyin botga qandaydir username belgilash kerak va oxirida aytadiki, bot bilan tugash kerak deyapti. Bunday bizda bor ekan, mavjud ekan. Shuning uchun pull app bot deymiz. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, bizga bitta pull app uchun bot, Telegram bot yaratib berdi. Biz bu botimizni bizga maxsus ключlab beradi. Biz mana shu bot orqali har doim nima tasdiqlash kodlari, shunga o'xshagan ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Buni kerakli joyga saqlab qo'yishimiz kerak. Aytaylik, case ichiga tg bot token deymiz ekan. Buni joylab qo'yamiz. Tg bot username mana shu bo'lsa, bunday qilib joylaylik. Bu username'imiz. Bu username'imiz. Hop, bu bizda tokenimiz. Tokenimiz bo'ladi. Hop, bu yerda turib tursin. Bu bizga keyinchalik kerak. Buni formatini nuqta txt formatda qilsak, bizga foydali bo'ladi. Hamma shaydami? Git qo'mollarimi? Hop. Ba'zan men oldindan tayyorlab qo'ygandim. Kamroq haligi har bittasini o'ylab chiqib kamroq vaqt ketishi uchun tayyor qilib qo'yganman oldindan. Shular bo'yicha ishlatamiz. Qo'shimcha qilish kerak bo'lgan yerlarni qo'shib ketamiz, olish kerak bo'lgan joylarni olib tashlaymiz. Hop, loyihani men bitta internet saytdan ko'rdim. Mana bunga o'xshagan sayt bor ekan. Shunga o'xshagan dasturlarni yaratish, har xil pullarni yaratish uchun servis taqdim qilar ekan. Bu narsa pulli ekan, pulliga ham bor ekan, pulsiz ham bor ekan. Ya'ni shunaqa ekan, mana shunga o'xshagan tariflarni berar ekan bu. Biz ham xuddi shunga o'xshatgan, ya'ni shu narsani klonini yaratamiz biz ham dasturimizda. Shuning uchun shu loyihani ba'zi bir joylardan, dizaynlardan nima qilamiz? Ko'chirma qilamiz. Xo'p. Undan keyingi qilishimiz kerak bo'lgan bizda Telegram botga asosiy qismlar tayyor bo'lgandan keyin autentikatsiya uchun bazamiz tayyor, GVT'lar uchun ma'lumotlarimiz tayyor, loyihani React Evite qismini tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Hop, npx npm bo'ladi ham bunda. npm create voidda client qismini yaratamiz. Biz bu yerda template ham berishimiz mumkin, lekin hozir ularni ko'rsatib beraman. Void zo'r narsa, to'g'risi men uni ko'p ishlatmayman, u front-end o'zi ko'p yozmayman. Asosan back-end yozaman. Shuning uchun ba'zi bir qismlarni sizlarga ham tushuntirib ketaman mana bu yerdan. Aytyapti, ya'ni void qaysi nimadan foydalanmoqchisan deyapti. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, juda ham ko'p UI yaratuvchi bizga nimalarni aytyapti, servislarni aytyapti. Biz bundan React'ni tanlaymiz. React'ni ko'radigan bo'lsak, React'ning ichida ham TypeScript yoki TypeScript shunga o'xshagan har xil versiyalarni aytyapti, so'rayapti, qaysi biridan foydalansan deyapti. Biz React'ni oddiy JavaScript nimasidan foydalanamiz deb turib tanlaymiz. Bu avtomatik holatda nima qilyapti? Loyihani tayyorlayapti, aytyaptiki, sen deyapti cd orqali cd client degan nimaga kirgan deyapti va undan keyin npm install komandasini ishga tushirgan va npm run dev komandasini ishga tushirgan deyapti. Ya'ni bizda client degan folder yaratildi. Biz bu yerdan terminaldan cd deymiz, cd klientga kiradigan bo'lsak, bizga mana klient ichini ochib beradi. Agar ls buyrug'ini yozadigan bo'lsak, bu bizga ls orqali list, ya'ni bu yerdagi barcha ma'lumotlarni ko'rsatib beryapti. Ya'ni nimalar public folderlar yoki shunga o'xshagan fayllarni aytib beryapti. Va undan keyingi komanda npm install komandasini npm install yoki
A komandasini beradigan bo'lsak, bu bizga loyihani install qilib beradi, kerakli paketlarini. Chunki bu yerda node modules degan narsa install qilingan vaqtida nima bo'lmaydi? Mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun loyihani install qilib olishimiz kerak. Install qilganimizda bu node modulesda va kerakli barcha paketlarni yuklab beradi. Paketlar bilamiz, package sonda saqlanadi. Ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda o'sha paketlarni ro'yxatini ko'rsatib qo'ygan ekan. Xo'p, menimcha yuklab bo'ldi. Ozgina qolibdi. Yuklab bo'ldi. Undan keyin aytayapti, npm rundev komandasi orqali dasturni ishga tushirgin deyapti. npm rundev komandasi orqali ishga tushiradigan bo'lsak, loyihamiz localhost 5173 portidan ishga tushdi. Bosadigan bo'lsak, mana bizga bu loyiha ishga tushadi. Ba'zi hollarda mana bu konfiglar yozilayotganda biz localhost 3000 dan ro'yxatga ruxsat bersin degan buyruqlar yozib qo'yishimiz mumkin, portlarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bunda void config bor. Void configda bu yerda server degan yangi key yaratamiz, lekin buni ichiga port belgilab qo'yishimiz mumkin. Portni 3000-portdan ishga tushsin va hop openga true berib qo'ysak, qaranglar. Bunda misol uchun dasturimizni to'xtatamiz, stop qilamiz. Bu yerdan cd client va npm start komandasini beradi, npm rundev komandasini beradigan bo'lsak, npm rundev komandasini ishga tushiradigan bo'lsak, bu avtomatik 3000-portdan va avtomatik holatda loyihani ochib beradi. Bu yerda umuman defaultni counter bor ekan, ya'ni 1 2 3 4 5 sanaydigan. Hop, biz loyihani ichini nima qilamiz? O'zimizga kerakli joylarni yaratib olamiz. Bu yerda bizda public bor ekan. Publicning ichida rasmlar shunga o'xshagan svglar saqlanadi. Git ignore'da bizga ignore qilingan fayllar ro'yxati bo'ladi. Ya'ni GitHubga deploy bo'lib ketmaydi bu fayllarimiz. Configlari bu o'zini o'sha dastur create bo'layotgan vaqtdagi configlarni yaratib beradi. Xo'p, HTML bu loyihani ichki qismi, ya'ni rootga ma'lumot beriladi, ya'ni qayerdan? Xo'p, app.js dan. Endi mana bu yerdan. Ya'ni rootga ma'lumotlarni nima qilib beradi? Yuboradi. Xo'p, src'imiz ichida assetsda svg'lar, css'larimiz, index css'larimiz va qolgan ma'lumotlar. Hop, biz mana shuni ichida asosiy dasturimizni qismlarini nima qilamiz? Yaratamiz. Hop, kelinglar. Hop, biz mana shunga o'xshagan nimani UI qismini qilaylik. Hop, bizda umumiy holatda ko'radigan bo'lsak, biz hammasini bunga o'xshatib chiqmaymiz. O'zimizda pool app nomli nimamiz va create pool shunga o'xshagan qismlarini yaratamiz. Misol uchun mana bu bo'lsin, hamda login yoki sign up. Bizda login o'zi bitta bo'ladi. Loginni o'zini qo'yib qo'yamiz yoki sign up shunga o'xshagan bittasini qo'yib qo'yamiz. Bosgan vaqtimizda avtomatik holatda bizda bu bitta bo'lim ochiladi va avtomatik holatda nima qilinadi? Telegram botga redirect qilinadi. Shu narsani qilishimiz kerak. Xo'p. Bizga kerak bo'ladi. Bu yerdan biz mana bunday qilib turib ochadigan bo'lsak, mana shu void ni ichidan tak cd client, buning ichiga npm install react router DOM kerak bo'ladi. Bu bizga loyihani turli xil mana ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda har xil routerlarga o'tganimizda ekranimiz nima bo'lyapti? Render bo'lyapti. Mana shu renderlarni oldini olish uchun React router DOM bor. Shu React router DOMga kirishga imkon beradi. Xo'p.
Xo'p, React Router DOMda dokumentatsiyalar berilgan, ma'lumotlar qanday routing qilinishi, shunga o'xshagan ma'lumotlar ko'rsatilgan. Bu juda ham zo'r narsa. React Router DOM. Xo'p, biz install qilganimizdan keyin, React Router DOMni install qilganimizdan keyin, xo'p, asosiy bizdagi main.jsimiz qayerda turibdi? Tak. Mana shu joyga React Router DOMni umumiy loyihani o'rab olish kerak bo'ladi. Import qilamiz. Import React import from React Router DOM. Buning ichidan browser routerni olamiz va string mode o'rniga buni joylab qo'yamiz. Hop. Tak. Loyihamizni qaraymiz. Loyihamiz bizda hali ham start bo'lib turibdi. Biz app.jsimizni ichida ba'zi bir o'zgarishlarni qilamiz. Buning uchun bizga SVG bunday narsalar kerak emas. Import qilamiz. From React Router DOM ichidan routesni hamda routni va bu yerga bizga kerak bo'ladi. Import qilamiz. Use memoni import qilamiz. Bu bizga optimizatsiya uchun kerak. Va bu yerga biz vaqtinchalik qandaydir o'zimizda routerlarni yozib qo'yamiz. Misol uchun home deymiz. Home ni ichida oddiygina h1 da home ni return qilsin, about va login bo'lsin bitta. Loginni return qilsin va not found ham bo'lsin 404 agar sahifalar stransiyada topilmaganda. Hop. Export default ya'ni o'zimizda ya'ni export default qilamiz, ya'ni memo orqali, ya'ni memo funksiyasiga nima qilyapmiz? Memos qilsak ham bo'ladi mana bunday qilib. Lekin biz shuni memoga o'rab olyapmiz. Bu bizga stransiyani optimizatsiyasi uchun kerak. Bu narsalar endi front-endda yaxshi o'rgansalaring bilasizlar. Memo bu ortiqcha renderlarni oldini olish uchun kerak bo'ladi. Va bu yerga biz return qilamiz. Return qilganimizdan keyin eng asosiy routes bo'ladi bizda va qolgan routerlar. Ya'ni bu yerda ko'rayotgan bo'lsak home page, about shunga o'xshagan bizga sahifalarni bu bizga nima qiladi? Return qiladi. Ko'rayotgan bo'lsak home turibdi bu yerda. Aytaylik bu yerda login deydigan bo'lsak, mana loginni qaytarib beradi. Mana bizga hamma sahifalar qaytarib beryapti. Biz bu yerdan yozishimiz mumkin. Mana bunday qilib mana bu src ni ichida bitta papka yaratamiz, ya'ni bu pages bo'ladi, sahifalar bo'ladi. Bu sahifalarning ichidan biz yozishimiz mumkin. Nima? Login sahifasi hamda home bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita sahifa bor. Aytaylik, loginni yozaylik. login.jsx ya'ni JSX formatida yoziladi bu yerda. Bu yerda esa CSS. Hop. app.jsimizni ichiga main.jsimiz bizga main.jsimiz kerak emas. Bu yerdan biz home'ni loginni o'chirib tashlaymiz. Shunda ham o'zi loginni biz funksiya sifatida mana bu yerga yozamiz. Import qilamiz React'ni. Import qilamiz. Mana bu yerda yonda turgan CSS faylini import qilamiz va export default, ya'ni login sahifamizga export qilamiz. Va bu yerda return qilamiz oddiygina HTML ma'lumotni. Ya'ni bu funksiyaning ichida nimani, qandaydir HTML kodlarni return qiladi. Shu narsa bizga mana bu yerga kelib keyin tepadan login import qilar ekanmiz mana bu yerga. Aytaylik. Mana bu yerga import qilaylik shuni. Import
pages ichidan loginni import qilib kelib mana bu yerga joylab qo'yamiz. Hop, ko'radigan bo'lsak, mana bizda loginni ma'lumotlari mana bu yerdan ko'rinishni boshladi. Hop. Bizda eng katta asosiy index.jsimiz bor. Index.jsimizda ba'zi bir ma'lumotlar default holatda yozib qo'yilgan. Bularni o'chirib tashlaymiz. Eng asosiy nimasiga margin 0, padding 0, box sizing border box. Bu default ba'zi bir elementlarda default qiymatlari bo'ladi. Shu default qiymatlarni olish uchun ishlatiladi. Agar ko'radigan bo'lsak, mana elementlar bir-biridan qochib ketyapti o'zi. Mana bunday qiladigan bo'lsak, hamma elementlar joyiga qaytadi. Google Fonts orqali har xil fontlardan foydalanamiz. Bu bizga yozuvlarni, tekstlarni, turli xil fontlarini bizga beradi. Shu fontlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi dasturimiz ichida. Aytaylik, qanaqangidir chiroyli fontlardan foydalanaylik. Eng ko'p tarqatilgani mana bu Roboto hisoblanadi. Open Sans ham juda ko'p tarqalgan. Proyektlarning ichida ishlatiladi. Ko'ramiz, nimalari bor bu yerda. Get font bosamiz, bu yerdan kodini olamiz. Import qilamiz CSS ga. Xo'p, CSS faylimizni ochamiz degan. CSS faylimizni eng yuqorisiga bu narsani import qilib qo'yamiz. Ya'ni Google Fontni import qilganimizdan keyin bu aytayaptiki, mana asosiy nimanga Robotoni chaqirib olgin deyapti. Robotoni mana bu yerga font family hamma yerda nima bo'lsin, bizda Roboto ishlasin. Agar bu mabodo internetdan load qila olmay qolsa, yuklanmay qolsa, nimasin, sans serif ishlasin deb buyruq berib qo'yapti. Mana ko'radigan bo'lsak, mana yozuvlarimiz o'zgaryapti. Mana oddiy shunday qilganimizda va ko'rasizlarmi yozuvning o'zgarishini? Yozuvning shaklarini o'zgartirib beradi bu narsa. Xo'p. Bizda eng asosiy faylimiz bu ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda HTML faylimiz, ya'ni HTML faylimizda eng yuqorida nima kelyapti? Har doim root fayli kelyapti. Mana shu root fayli bizda eng katta fayl bo'ladi, ya'ni bodydan keyin. Tak. Mana shuni ham to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bunday qilib. Demak, shu narsani qo'yayotganimizda qani bizda index CSSimiz root ID bilan keladi. Hop. Width'ini 100% qilamiz. Va min height'ini 100VH beradigan bo'lsak, bu har doim eng minimal holatda ekran, ya'ni to'liq holatini nima qiladi? Egallaydigan bo'lib qoladi. Biz mana bu yerdan o'tamiz degan, bizda asosiy login JSimiz bo'ladigan bo'lsa, CSSimizdan width'ini 100%, height'ini 100% qilamiz. 100%. Tak. Background yellow deylikchi. Mana bunday bo'ldi. Nimaga bunday? Tak. Bizda boshqa nimalar ham bor-da, mana buni kelinglar, shuni height'ini 100VH beramiz. Shunda ekran to'liq bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdan biz logindan ko'chiramiz. Xo'p, background'ini tanlab olamiz. Background'i shunday bo'lsin. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana bizning ham background'imiz mana bunday holatga o'tdi. Ekranda ko'radigan bo'lsak, hamma ma'lumotlar eng markazda joylashgan. Shuning uchun biz ham ma'lumotlarni hammasini markazga olib kelamiz. Buning uchun display flex va justify content center beramiz. Markazga keladi. Align item center berganimizda hamma ma'lumotlarimiz bizga ham nima bo'ladi? Eng markazga keladi. Xo'p, bu yerda logo kelyapti va yoki nimani uni yaratish degan nima kelyapti, buyruq kelyapti. Xo'p. Tak, biz mana bu yerdan ochamiz. H1 ga mana buni qo'yib qo'yamiz. Biz login qilish vaqtimizda bizda login emas, verification bo'ladi. Bosilgan vaqtida avtomatik holatda tasdiqlash kodini kiritish kerak bo'ladi.
Xo'p, buning uchun biz mana bu yerda username, passwordlardan foydalanmaymiz. Bizga mana bu yerga placeholderga mana bunday qilamiz biz. Mana buni ham formani ichiga olib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerga login form deb nomlaymiz bu narsani. Keyin o'zbekcha nomda yozaylik. Tashlash kodini kiriting. Hop. Markazda turibdi. Buni ko'chirib olamiz. Shaydamsizlar. Max width beramiz 500 piksel, width beramiz 100 piksel, 100%, height bermaymiz, border radius beramiz. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, background ajratilgan, backgroundni biz ham ajratamiz mana bunday qilib. Backgroundni shunday qilamiz. Ko'radigan bo'lsak, bizda ham mana bu narsa ajrashib boshladi. Xo'p, border radiusi bormi buni? Bizga bu kerak emas. Border radius, ozgina border radius bor ekan, bu border radius ham beramiz. Border radius 6 piksel beraylikchi. Qanday bo'lar ekan? Border radius. Buni top qismida qalin borderi bor ekan. Buni bu yerga border top, ya'ni yuqori qismida border top aytaylik 4 piksel solid bo'lsin va mana bunday rangda bo'lsin deymiz. Mana ko'radigan bo'lsak, mana o'sha rangga kiritib beryapti. Agar rang kerak bo'lsa, mana bu yerdan sekin tanlab olamiz. Mana bunaqa extension o'rnatib olsalaring, color pickermidi nomi. O'rnatib olsalaring, shunga o'xshaganda mana kodlar, ranglarning kodini olishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi bu yerdan biz tasdiqlash kodini kiritishimiz kerak ekan. Keling, buning uchun ozgina stil olaylik. Hop. Display flex beramiz. Flex direction column beramiz. Elementlar ustun shaklda bo'lsin deymiz. Hamma elementlar va elementlar orasidan joy ajratamiz. Где-то taxminan 20 piksel yoki 30 piksel gap 20 piksel beramiz. 20 piksel, mana bu yerga 30 piksel beraylikchi. Mana biroz kattaroq bo'ldi. Buning ichida H1 bor, buning ichidagi H1 text align center va qolgan ma'lumotlar. Bunda keyin rangini oq qilaylik buni ham. Color'i FF bo'lsin. Font size'ini ham aytaylik, font size 28 piksel bo'lsin. Tasdiqlash kodi, ya'ni bunga padding berib qo'yishimiz kerak ekan mana bu yerga. Padding berganmiz yuqorida. Mana bu yerga 50 piksel, ya'ni tepa va pastdan 50 piksel, ikkala yondan sal kamroq bo'lsin degan ekan. Aytaylik 30 piksel beramiz. Mana bunday bo'lsin. Hop, tasdiqlash kodini kiriting deyapti bu yerga. Va past qismda inputlarimiz bor. Inputlarimizga razmerlar beramiz. Bu yerda mana input va bitta button bor. Ikkalasiga bir xil razmer va balandlik berayotgan vaqtimizda mana bunday qilib beramiz. Where beramiz. Buni ichidan input va buttonga padding emas, bunga width beramiz 100%, height bo'lsin 45 pikseldan bo'lsin deymiz. 45 pikseldan balandliklari bo'ladi. Padding berishimiz mumkin. Tepa va pastdan 0 beramiz. Ikkala yondan 10 pikseldan padding berib qo'yamiz. Border none
bu background qanaqa ekan? Backgroundni o'zgartirar ekan. Backgroundga tegmaylik. Border none, outline none bo'lsin deb qo'yamiz. Mana bunday. Va ikkalasini ham border radiusini 6 pikseldan qilib qo'yamiz. Buning ichidagi inputni backgroundini ko'chirib olamiz. O'zimiznikini ko'ryapmiz aka. Background shunday bo'lsin. Ko'radigan bo'lsak, mana background mana bunday bo'ldi. Hop. Border 1 pixel solid mana bunday bo'lsin. Hop, ikkalasi ham bir xil bo'lib qoldi. Sal buni biroz o'zgartiramiz. Biroz xushroq qilamiz. Bir xil bo'ldi men. Biroz yorqinroq qilaylik. Mana bunday. Kodlarimiz o'rtada bo'lishi kerak. Bularni hozir to'g'rilaymiz o'rtada bo'lishini. Buning uchun text align center berib qo'yamiz. Shunda kod kiritilayotganda o'rtada bo'ladi. Font size'ini color F bo'lsin, font size 16 piksel bo'lsin. On 8 beraylikmikin? 16 qo'yamiz. Hop, va buttonimiz ham bor. Buttonimizga ham ozgina ishlov beramiz. Buttonning ham rangini biroz o'zgacharoq qilamiz bunday. Background F bo'lsin. Font size, font weight'ni qalinroq qiling. Font weight qalin bo'lishi shart emas. Font weight qalinligini belgilaydi. Tasdiqlash kodi va bosganimizda o'sha kodni bizga mana bu qo'yib berish kerak bo'ladi. Xo'p, qaranglar, mana bu kodlarni kiritish, telefon raqamlarini kiritish, shunda yaxshi bitta zo'r package bor. React number format degan. Shu React number format agar o'rnatib oladigan bo'lsak, bu bizga juda ham qulaylik keltirib chiqaradi bu dasturimizda yozganimizda. Xo'p, bu narsada numeric format bor. Numeric formatda faqatgina raqamlar qabul qilish mumkin. Import qilar ekanmiz mana tepadan React number formatni. React number formatni import qilamiz. Bu yerdan aytibdiki, xohlagan raqamimizni kiritadigan qo'yishimiz mumkin ekan. Numeric format yoki pattern. Mana pattern formatdan foydalanaylik, shu qulayroq. React pattern format, bundan mana buni olamiz. Mana bu inputimiz o'rniga shuni qo'yamiz. Oxirida esa tasdiqlash kodi uchun 6 talik bu joyga qoldirib qo'yamiz. Va inputlarimizga name berishimiz kerak. Name kod beramiz. Ko'ramiz, bizda nima paydo bo'ldi. Mana bunday qilib kodlarni kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. Hop, mana bu yer bir-biriga hammasi birikib turibdi. Bularni sal orasini ochib qo'yishimiz uchun letter spacing beramiz. 1 piksel berib ko'raylikchi. Mana inputlarimiz orasi ochilib qolyapti mana bunday bo'lib. Bu ko'proq ham berishimiz mumkin ekan, aytaylik. Tushunmadim? Buttonimizga berib qo'yishimiz mumkin. Kursor pointer bersak, qo'lga aylanib qoladi. Ko'rsatkich belgiga aylanib qoladi. Xo'p, mana bunday oldindan inputga fokus qilamiz, manga o'xshab ma'lumotlarni haliga taklif qilmasligi uchun biz bularga yozib qo'yishimiz kerak. Auto completed off deb qo'yamiz. Shunda inputlarga fokus qilganimizda avtomatik holda mana bu raqamlarni taklif qilmaydigan bo'lib qoladi o'zi. Mana. O'shanda biz qo'limizda kirita olamiz raqamlarni.
Tushunarlimi? Bu yerga esa pull app degan. Tak. Voy, shuna qolsin. Verify'ni bosamiz. Ha. Endi qaranglar, biz home'ga qaytamiz. Bu yerda bizda ish deyarli tugadi. Bunda yana bitta narsa bor ekan. Keyin buni backendgacha bo'lgan joydan tayyor qilib qo'yamiz. Qiymatlarni, value'larni olish uchun funksiyasini yozib qo'yamiz. Const handle submit, ya'ni submit qilinganda bu formaga submit qilinadi. Formaga submit qilinganda on submit funksiyasi bilan birikiladi. Nuqta prevent default bu inputga nimadir yozgandan keyin verify'ni bosganda yangilanib ketayotganda oldingi holatda ekranimiz bitta reload bo'layotganda shu narsani oldini oladi. Value'ni olishimiz uchun nima qilamiz? target.code deymiz. Code deganda mana targetda bu inputni select qiladi. Code deganda aynan o'sha name kod bo'lgan inputni select qiladi, uni valuesini bizga olib beradi. Misol uchun bu yerdan log deb turib kodni ko'rsatadigan bo'lsak va dasturimizni inspect qilamiz. Konsolga o'tib bu yerdan buni bosganimizda mana bizga kodini ko'rsatib beryapti. Replace orqali bu bizda bo'sh qismlarni bo'lib beradi, ya'ni bo'sh qismlarni olib tashlaydi. Reject ham deydi. Ko'radigan bo'lsak, mana kodlarimizni mana yopiq holatda, tekis holatda raqamlar o'zini qaytarib beryapti. target.reset qiladigan bo'lsak, inputlarimizni qiymatini 0 ga tenglashtirib oladi. Buni bosganimizdan keyin bunday bo'lsa ekan, target. Bizda input bitta, mana bunday qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bosganimizdan keyin inputimizning qiymati 0 ga tenglashib qoladi. Mana bunday qilib qo'yaylik. Shunda mana bunga tenglashadi. Qanday qilib buni hamma bunday qilmasang ham bo'laveradi. Bu shunga o'zi yo o'tib ketadi yoki qolib ketadi. Xo'p. Shu bilan bu yerga asinxron yozib qo'yamiz. Mana shu bizga backendga ma'lumotni mana shu yerdan jo'natib beradi. Bu yog'iga endi fetch funksiyalarini yozamiz. Yozganimizdan keyin avtomatik holatda nima qilib beradi? Avtomatik holatda kodlarimizni mana bu olgan ko'rsan kodlarimizni backendga jo'natib beradi. Xo'p, endi home qismini bajaramiz. Home qismini bu yoqdan src ni ichidan, pages ni ichidan home ni ochadigan bo'lsak, home.jsx CSS faylimiz, JSX hamda CSS faylimiz, login bu yerdan chiqarib tashlaysak bo'ladi. Indeksni ham chiqarib tashlaymiz. App tursin. Import qilamiz Reactni, import qilamiz CSS faylini, export default home page ni export qilamiz, return oddiygina home strangers. Xo'p, bu yoqdan home ni o'chirib tashlaymiz, import qilamiz home o'zi mana bu yerga kelib tushadi. About bizga kerak bo'lmaydi, not found mayli tursin. Xo'p. Home ichida nimagadir hech narsa chiqmadi. About pastdan o'chirib tashlang, router o'chirdi. Router qolib ketdi-da. About qolib ketdi-da. Home turibdi, tak. Mana bizda home page'imiz ham ko'rindi mana. Xo'p. Agar birorta mavjud bo'lmagan routerga o'tib ketib qoladigan bo'lsak, aytaylik, bu bizda not found ko'rsatadi.
not found. Har doim mana bu yulduzcha degani hech qaysi router topilmaganda shu not foundga qaytib o'tadi degani. Xo'p. Home sahifamizda mana bu yerda aytilyaptiki, qaytadigan bo'lsak, nima bor? Tepadagi header qismi bor. Pool app, bundan keyin create pool va login tugmasi bo'lar ekan. Biz ham home ga yozishimiz mumkin. Mana bu yerdan header ochamiz. Buni ichidan bizga mana bu yonda bitta keladi. Import qilamiz mana bu yerdan. Import qilamiz. Linkni React Router DOM ichidan hamda navlinkni. Navlink kerak emas, link o'zi bo'lsa bo'ladi. Xo'p. Headerning ichida bizda birinchida mana bu yerda pool app home ga qaytadigan bo'lsak, mana pool app kelyapti. Undan keyin bizda navbar keladi. Navbar buning ichida linkda bizda login kerak emas hozircha. Tak. Nima edi? Create pool ekan. Hop, create pool o'tib ketsin. Class name kerak emas buni. Bu yog'iga esa create pool bo'lsin. Yana nima bo'lsin? Savollar bo'lsin. Tak, bu yoqda esa link login bo'lsin. Login qanaqa login bu yog'ini esa yopib qo'yamiz bunday qilib. Ko'ramiz, nima paydo bo'ldi bizda? Mana bu sahifalar paydo bo'ldi. Hop. Umumiy backgroundni olamiz. Umumiy background bu yerga width'ini 100% qilamiz. Min height minimum balandligi 100 VH bo'lsin. Hop, background mana bu bo'lsin. Ko'ramiz. Hop. Bizda ham shunday bo'ldi. Hop, undan keyin bizda header bor. Headerimizda ham backgroundni va heightlarni belgilab olamiz. Width'ni 100% qilamiz. Backgroundni esa mana bunday qilamiz. Background shunday bo'lsin deymiz. Mana bunday. Hop. Home ichida headerga mana bunday turibdi. Div ochamiz degan. Buni home wrapper bo'lsin. Container bo'lsin. Bunga hop, max width'ini 1280 piksel beramiz. Width'ini esa 100% belgilab qo'yamiz. Ko'raylikchi, qayerga keldi. Hop, o'rtaga keltiramiz homedan. Buni mana bunday qo'yish kerak edi. Hop. Display flex justify content center qilamiz. O'rtaga keladi. Misol uchun bunga biz background yellow qilsak, mana belgilab olamiz. Yana qancha joy egallayotganligini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ham katta bo'lmagan joy egallab turibdi ekan. 1280 berib qo'ydim men. Hop. Buning ichidagi elementlarni tak to'g'ri shaklda yoyib olamiz. Ya'ni mana bu elementlarni
Hop, buning uchun mana bunga display flex align items center deb qo'yamiz. Mana bunday holatga keladi. Va bunga padding beramiz. Padding aytaylik 20 piksel tepa va pastdan 20 pikseldan joy egallab tursin deymiz. 2.0 bo'lsin. Hop, 20 piksel bizda normalmi? Deyarli normalniy ekan. 18 bersak ham bo'lar ekan hozir. Deyarli bir xil bo'ldi mana balandligi. Hamda border bottomida mana bunday rang bor ekan. Bu rangni ham ko'chirib olamiz. Hop, headerni border bottom 1 piksel solid. Mana shu rangda bo'lsin deymiz. Ko'radigan bo'lsak, mana bizda ham o'sha rang paydo bo'ldi. 1 piksel emas, 2 piksel qilaylikchi. Ana bunday. Mana bunday. Hop, konteynerimizda align center gap 20 piksel, elementlar orasida 20 pikseldan joy ajratib qo'yamiz. 20 piksel emas, 20 pikseldan ham katta ekan o'zi asli. Mana buni height balandligini 100% qilib qo'yamiz. Qani shuni olaylikda. Mana shunday tursinchi. Hop. Endi buning ichida birinchi kelayotgan element bizda birinchi mana bu H1 element ekan. Buni ham o'zi asli link urash kerak bo'lgan ekan. Bunday qilib link uramiz. Buning ichida kelayotgan A ga deymiz. Text decoration none, color oq bo'lsin. Font size 20, font weight 600. 24 piksel qilaylikchi. 24 piksel, 28 piksel qilamiz. Mana bundan padding olib tashlaylikda. Heightini 60 piksel qilaylik. 60, 80 70 ekan. Hop. Gapni ko'proq qilamiz, 40 piksel qilamiz. Tak, buning ichida bizda ishladamizlar, ketib qolmadilarmi? Ha, shaydamiz. Uxlab qo'yasizlarmi chiqib? Yo'q. Hop, buning ichida bizda nav bor, bunga flex 1 bersak, bu flex 1 bersak, o'zidan keyingi element polni hammasini oxirga surib tashlaydi. Mana bu yerda biz A ga degan ekanmiz. Shuni mana bunday turib first child qiladigan bo'lsak, birinchi elementni select qiladi bu. Endi mana oxirga ta'sir qilmaydi. Hop, har doim bosganimizda, masalan, mayda not found mana bunday qilganimizda misol uchun mana shu yerga o'tib keladi. Loginga o'tib ketdi. Hesabga o'tib keladi. Xo'p. Xo'p. Yana bizda qilishimiz kerak bo'lgan ish, nav linkimizni ichini to'g'rilashimiz kerak, stillashimiz kerak. Mana bu yerda nav bergan ekanmiz. Display flex align item center gap 20 piksel qilaylikmi yoki kattaroq qilaylikmi? Piksel qilaylik. Hop, ko'ramiz. Hop.
Buni ichidagi a'lar bunday qilib qo'ysak bo'ladi va mana buni 16 piksel qilamiz. Mana buni olib tashlasak ham bo'ladi. Ko'radigan bo'lsak, mana bizda hop, bizda mana bunday holga keladi. Hop. Tak, mana shu home headerimiz ichidagi last childni ham to'g'rilab qo'yamiz. Ichidagi last childni ham to'g'rilab qo'yamiz. Bu bizga login qilish uchun kerak. Home header ichidagi last child qanaqasiga? Color font size ni 6, colorni shunday qoldiraylikchi. Home header ichidagi content ichidagi login text decoration olib tashlasak bo'ladi. Umuman mana shu text decorationlarni qayta-qayta yozmaslik uchun mana bu asosiy index CSS'imizdan A deb turib text decorationlardan qilib qo'yadigan bo'lsak, shunda biz mayli qayta-qayta yozib yurishimiz shart bo'lmaydi. Text decorationlarni. Chunki a'lar ko'p ishlatiladigan bo'lsa, umumiy qilib turib tashlaganimiz yaxshi. Bosganimizda mana login page o'tib ketadi. Lekin bitta narsa, bizda mana bu yerda mana bu headerimiz alohida komponent bo'lishi kerak. Ya'ni umumiy loyihani layouti bo'ladi, ya'ni sxemasi bo'ladi. Buning uchun mana bu headerimizni qayta-qayta yozmasligimiz uchun biz mana bunday qilib qo'yishimiz mumkin edi o'zi asli. Layout yaratib turib, layout.css layout.jsx yaratib turib, import react birinchidan memoni olib turib, import layout css import outletni olamiz va layout degan funksiyamizni yaratamiz mana bu yerga. Hop, return umumiy layout bo'lsa, layout mana home da ishlatilayotgan barcha mana bu headerlarni olamiz degan. Mana bu yerga bitta p ga mana bunday qilamiz va headerni mana bu yerga yozib qo'ysak bo'ladi shunda. Home emas, oddiy qilib header qilib qo'ysak bo'ladi. Header qilamiz degan. Layoutni CSS ga width'ni 100% qilamiz. Min height'ni 100 ph qilib turib, background'ni mana bundan berib qo'ysak bo'lardi. Qani mana buni berib qo'ysak bo'lardi. Layout CSS ga. Hop, home da CSS degan bu home header qismida hammasini ko'chirib olamiz degan. Mana bu layout ga tashlaymiz degan. Home qismini olib tashlaymiz chunki home qismini nima qildik? Biz o'zgartirdik. Header content bo'lib qoldi mana bu yerda. Ko'radigan bo'lsak, mana headerlarimiz. Bu yerda hech narsa qolmaydi. Layoutning ichiga hammasini ko'chirib olib ketdik. Xo'p, endi bu yerdan bittasida home qolib ketibdi. CSS ichida. Header. Teparoqda. Home header qo'ying. bunday qilamiz. Layoutimizni import qilamiz. Mana bu main ga. Bu yerga emas. Mana bu yerga.
import layout. Layoutimizni olamiz degan hamma elementlarimizni nima qilib qo'yamiz? O'rab qo'yamiz. Mana bu elementlarimizni hammasini o'raymiz. Bunga pes shart emas. Home'ga index deb qo'yamiz. Loginni layoutdan tashqariga chiqarib qo'yamiz mana bunday qilib. Tak. Layoutimiz Import qilingan nomi kichik bo'lib qolgan uni. hozir to'g'rilayman. Mana bunday bo'lsa, ko'ramiz nima bo'ladi endi. Hop, home ishlayapti bizda. Nimaga mana bu ishlamadi? Ha, indeks berib qo'yish kerak emasmi? Layoutga yo. Mana bungami? Ha. Tak. Bunday qilaylik. Pes deb turib bunga ma'lumot beramiz. Endi to'g'rilanish kerak. Yoki index pes beramizmi? Tak. Layout hammasi outletlarni olyapti. Return qilyapti mana bu yerda. Ha, bo'ldi, tushunarli. Xo'p, CSS dan ekan bu muammo. Mana buni olamiz. Yo'q, undan emas. Ana linklar import bo'lmayapti menimcha. Layoutda ya. Ha. Import link. Linklar ishlagan. Ko'ramiz. Hop. Nimaga mana bu ishlayapti endi. Ha, bu ham ishlamay qolibdi o'zi. Layout ishlayapti. Ha, bo'ldi ishladi. Hop, mana. Hop, ko'radigan bo'lsak, layoutimizda mana bunday narsa qilishimiz kerak bo'lgan ekan. Layoutni qiladigan bo'lsak, layoutimiz va layoutning ichida header bor va layout main bor. Layoutimizning ichidagi mana bunga height'ini min height'ini 100 VH beradigan bo'lsak, 100 VH berishimiz shart emas. Height avto qolsin. Headerni mana bu height'ini biz headerga beradigan bo'lsak, height'ini 70 piksel deymiz. Va mana pastki qismida mayda main qismi keladi. Layout main. Buni width'ini 100 tak. Max width'ini mana bunday qilamiz va min height'ini calculation bilan 100 VH ayrilgan 70 piksel qilamiz. Shunda mana bu eng past qismi har doim nimaga bunday bo'lmadi?
width voice ayrilgan 70 piksel. Tak. Aslida to'g'ri bo'lishi kerak edi. Ha, ishlayapti, ishlashga. Qaydadir UZH turibdi-da. Home'da turibdimi UZH? Home'da UZH bor ekan mana. Layout CSS da shunda min height'ini calculation bilan ayrilgan UZH dan 70 piksel qilib qo'ysak, bunday qoladi. Xo'p, mana bunda esa display flex align items flex direction column align items center qilib qo'ysak bunday keladi. Flex direction flex wrap align item center qilamiz. Bunda to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Bizda mana bu home qismi, agar create poll qiladigan bo'lsak, bu qismlar bizda mana not found bo'lib qoladi. Mana bu qismni bosadigan bo'lsak, avtomatik bu holat bu nimaga sahifaga o'tib ketadi. Biz home layoutdagi mana ma'lumotlarni width'ini komentar bilan qo'yishimiz mumkin. Font weight'ini aytaylik 300 qo'ysak ham biroz ingichkaroq bo'ladi. Keyin men oldin bunday qilib qo'yardim. Mana bu CSS kerak, bu CSS kerak emas. Umuman CSS index CSS ichida letter spacing 0.005 rang berib qo'yadim. Biroz bu harflarning orasini biroz ochib beradi. E'tibor qiling. Ko'radigan bo'lsanglar, bunday qiladigan bo'lsak, yozuvlar sal o'qishga qulayroq qoladi shunda. Tushunarlimi? Xo'p, endi home qismini bajarishimiz mumkin. Tak. Qancha yozdik? 1.5 soat degan. Bo'ladi-ya bugungi nimaga? Bo'ladi. Qolganlar-chi voy? Qanisilar? Bo'ladimi? Madina, Omadbek. Men shu narsani qilsalaring o'zi yetadi. Unaqa ko'p narsa qilmadik. Men GitHubga push qilib qo'yaman. Push qilib qo'ygandan keyin o'zlaring davom ettirishlaring mumkin. Tushunmaganchilaring so'ranglar. Mana shungacha bo'lgan qismini sizlar bilan bajardik. Xo'p. Hammasini git add, git commit, git push. Sam GitHubga push bo'ladi. Klient ichidan Git add, git commit, git push qilamiz. Hammasi push bo'ldi. Hozir repositoryni men public qilib qo'yaman, private qilib qo'ygandim. Tak.
Public bo'ldi, hammalaringga ko'rinadi. Bemalol repozitoriyni ochasizlar, mana bunday bosasizlar, git klon qilib turib, git klon qilib turib, mana buni linkni ko'rsatsalaring, avtomatik sizlarga klon qilib beradi. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Xo'p, mayli, ma'lumotlarni ham ko'rsatib qo'yganman. Misol klientlar bo'ladi, bunda server qismlari bo'ladi. Hop, backend qismi, frontendni npm start qo'yib qo'yilgan ekan, npm rendezvous bo'ladi. Bunga ham e'tibor qilasizlar. Buni dokumentatsiyasini mana bu yozganmiz. npm install, npm rendezvous. Tushunarlimi? Buni ham hozir push qilib qo'yaman. Qanday start qilishlarini ham git push qilamiz. Mana o'zgaradi. npm rendezvous orqali klientga kirgandan keyin start qilishlari bu yerga ko'rsatib qo'yganman. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savol bo'lsa yozasizlar. Xo'p.